To'g'ri tashxis, samarali davo. Corona Medline klinikasi 2016-yildan buyon aholiga sifatli va ishonchli tibbiy xizmat ko'rsatib kelmoqda. Bugungi kunda klinikada 100 nafarga yaqin bemor yotib davolanishi mumkin bo'lgan qulay sharoitlar yaratilgan. Bemorlar uchun ambulator, statsionar davolanish, jarrohlik amaliyotlari va diagnostika xizmatlari taklif etiladi. 200 dan ortiq laboratoriya tahlillari IFA va IGLA usullari asosida 30 dan ortiq jarrohlik operatsiyalari, bolalar va kattalar stomatologiyasi, 20 dan ortiq malakali mutaxassislar va zamonaviy diagnostika apparatlari xizmatingizda. Bolalar va kattalar lor jarrohi, terapevt, kardiolog, urolog, ginekolog, dermatolog, nevropatolog, travmatolog, xirurg va pediatr sizning xizmatingizda. Diagnostika bo'limida rangli 3D va 4D formatdagi UZI, raqamli rentgen, EKG, EEG, endoskopiya, kolonoskopiya, bronxoskopiya, reabilitatsiya va qo'shimcha xizmatlar, fizioterapiya, ozonoterapiya, bolalar va kattalar uchun massaj muolajalari. Klinikada shuningdek, bemorlar uchun milliy va parhez taomlari bilan ta'minlangan zamonaviy oshxona faoliyat yuritadi. Corona Medline 4 qavatli, to'liq jihozlangan klinika bo'lib, 2016-yildan 2025-yilgacha bo'lgan davrda millionlab bemorlarning sog'ligini tiklashda o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Manzil: Andijon tumani, Kuyganyor shaharchasi, Oltin vodiy ko'chasi, 21-uy, mo'ljal: Zelyuniy most Kurgavoyida. Bog'lanish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Corona Medline klinikasi siz va oilangizga doimiy sog'lik tilaydi.